Assalomu alaykum aziz obunachilar, hurmatli patsientlar. Ko'pchilik patsientlarimiz body lifting bilan, torsoplastika bilan abdominoplastikani, lipabdominoplastikani farqiga borishmasligi, uni to'liq tushunib yetmasligi natijasida juda ko'plab savollar bo'lmoqda. Shulardan kelib chiqqan holda bugun sizlar bilan body lifting nima o'zi, torsoplastika nima, umuman lipabdominoplastika to'g'risida sizlar bilan qisqacha informativni demak gapirib o'tamiz. Body lifting bu o'zi nima? Body lifting bu o'zi ikkiga bo'linadi. Tananing yuqori qismi body liftingi va pastki qismi body liftingga bo'linadi. Tananing yuqori qismi body lifting deganda biz tirsak, ya'ni mana laktivoy sohadan mana shu tirsakning ichki yuzasi bo'ylab qo'ltiq osti va qo'ltiq ostidan submalyarniy skladka, ya'ni ko'kraklar ostidagi skladka bo'ylab kesmalarimiz o'tkaziladi. Va bu kesmalar orqali qo'llarda osilgan, ya'ni braxioplastika deymiz, osilgan to'qimalar, teri va teri osti yog' to'qimalari, qo'ltiq ostidagi tuluvishadagi, ya'ni orqa biqin yon sohalaridagi barcha ortiqcha teri va teri osti yog' to'qimalari hamda demak osilgan ko'kraklarda, ya'ni bir paytni o'zida mastopeksiya va mastopeksiya operatsiyasidan keyingi yakarni usuldan keyingi T-obrazniy kesma bilan bitta bo'lib kesmamiz shakllanadi va yuqori body lifting operatsiyasi, demak ko'kraklar podtяжкасы, ya'ni mastopeksiyasi kuzatiladi. Tananing ko'krak qismining tepa yon qismlari podтяжкасы, ikki tomondan podтяжкасы amalga oshiriladi. Shuningdek, qo'llardagi ortiqcha teri va qo'ltiq osti sohalaridagi barcha kompleks osilgan teri va teri osti yog' qatlamlari to'liq bartaraf etiladi. Buni yuqori body lifting deb aytiladi. Pastki body liftingda nima kiradi? Pastki body liftingda albatta bel sohasidan, ya'ni qorinning old sohasi, yon sohalari hamda belning orqa sohalaridan, yigidisning tepa sohalari bilan aylanasimon sirkulyar kesma orqali butun tanani, demak beldan pastki qismini, yigidis va oyoq sohalaridagi barcha to'qimalarni tepaga qarab podтяжкасы va tanani qorin, old, yon va bel orqa sohalarini, terilarini pastga kompleks podтяжкасini biz pastki body lifting deb aytamiz. Pastki body liftingda qachon qilinadi? Pastki body lifting da demak qachonki oldingi qorin devorlaridagi, demak kindigdan pastki sohasidagi fartuklar haddan tashqari osilgan paytda, shu bilan birga bel sohalaridagi ortiqcha teri va yog' qatlamlarining paydo bo'lganligida va belning orqa sohasida xuddi shunday skladkalar yig'ilgan paytida, pastki sohasida skladkalar yig'ilgan paytda va shuningdek yigidit, bo'ksa sohalari va oyoqning old, yon, ichki sohalaridagi, son sohalaridagi to'qimalarning putozi osilgan paytlarida, demak nijniy, ya'ni pastki body lifting amaliyoti o'tkaziladi. Buni boshqacha qilib torsoplastika ham deyiladi. Endi abdominoplastika bilan body liftingning farqi. Lipabdominoplastikada demak 360 gradusli liposaksiya to'liq va lipofilling, ya'ni bo'ksa sohalari, yigidit sohalaridagi yamkalarni, perihodlarni shakllantirish uchun lipofilling hamda qorinning old devor mushagi, to'rg'ulardan keyingi diastazlarning ochilishi natijasida diastazlarning ushmaniyasi, diastaz tikilishi, qorinning old sohasidagi fartuklarni bartaraf etilishi va kindigning perisyatkasi, ya'ni kindigning yangi joydan shakllantirilishiga biz abdominoplastika, lipabdominoplastika deb aytamiz. Qachon body liftingga ko'rsatma bo'ladi? Qachonki buni boshqacha qilib uy sharoitida patsientlarimiz, ayollarimiz o'zlari test qilib ko'rishlari mumkin. Ya'ni oynaga qarab, agar belning ikki yon sohasidan ushlagan paytda agar skladka, ya'ni teri va teri ostidagi yog' burmalari qo'lga ilinadigan darajada paydo bo'lgan bo'lsa, shakllangan bo'lsa, shuningdek belning orqasi sohasida ham qisman shunaqa skladkalar agar qo'lga ilinadigan, shakllanadigan bo'lsa va buni tortgan paytda, demak pastki oyoqning son, old, yon, orqa, ichki sohalarida podтяжкасы popa bilan, ya'ni yigidis bilan birga tepaga agar podтяжкасы kuzatiladigan bo'lsa, unda sizga lipabdominoplastika emas, ya'ni sirkulyar aylana kesma bilan body lifting amaliyotiga 100% ko'rsatma bo'lib hisoblanadi. Aylanasimon kesma o'tkaziladi belda va buning natijasida o'sha lipabdominopastikaga olinadigan natijaga qo'shimcha ravishda, demak belning yon osilgan barcha kompleks muammolari, shuningdek orqadagi osilgan barcha skladkalarimiz va eng asosiysi
oyoqlar son sohasining old, ichki, yon va orqa sohasi, shuningdek yigidits va bo'ksa sohalarini tepaga podtяжкасы amalga oshiriladi. Shuningdek, demak kesmamizdan yuqori sohasidagi, ya'ni lopatkalarimizning pastki sohalaridagi skladkalari ham qisman to'liq pastga demak podтяжкасы kuzatiladi. Va eng muhimi, lipoabdominoplastikada yoki liposaksiya bilan ham yoki lipofilling bilan ham olinmaydigan ayrim natijalar body liftingda olinadi. Bular nima? Bular taliyaning ideal shakllanishi va taliya bilan bo'ksa va yigiditsga o'tadigan perihodni ideal tabiiy ravishda shakllanishi, taliyaning sujeni bo'lishi, shuningdek yigidits, bo'ksa va oyoqlarning old, yon, ichki va orqa sohalaridagi barcha kompleks osilishlar podтяжкасы va umumiy qilib aytganda ideal demak tanani podтяжкасini demak body liftingda olish mumkin. Endi body liftingni biz qachon amalga oshiramiz? Body lifting barchamizga ma'lum index massa tela, ya'ni IMT, index massa tela o'zi normada 18 dan 25 gacha bo'lish kerak insoniyatda. Agar mana shu index massa tela normada bo'ladigan bo'lsa, biz albatta body liftingga to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatma berib hisoblanadi. Maksimal index massa tela 27 dan oshmasligi juda ham muhim. 27 gacha bo'lgan index massa telada biz nijniy body lifting amaliyotiga to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatma deb uni qabul qilishimiz mumkin. Rubeslar to'g'risida agar gapiradigan bo'lsak, bu ushbu amaliyotdan keyin aylanasiga kesma qoladimi degan demak ko'p xavotirlar patsientlarimizda bor. Albatta aylanasmon kesmalar orqali bu ideal natijaga erishiladi va bu natijadan keyin agar siz chandiq kesmalardan keyingi chandiqlar qolmasligini va juda ham malazametni bo'lishini xohlasangiz, albatta buning uchun demak fiziologiyani aytib o'taman. Ya'ni jarohatni bitishini o'zini 4 ta bosqichi bor. Birinchi bosqich bu jarohat tikilgandan keyin 1 oy davomida jarohatni bitish jarayoni kechadi. Bu ikkita jarohatni chetlari bir-biriga to'liq jarohat qalinligi bo'ylab bir-biriga granulятsion to'qima hosil qilib bir-biriga bitish jarayoni bu 1 oygacha davom etadi. Ikkinchi bosqich boshlanadi 1 oydan keyin. Bu faza ruptsevani, ya'ni chandiqlanish fazasi. Chandiqlanish fazasi 2 oy qo'shimcha davom etadi. Ya'ni bu bosqichda demak mana shu teri qatlamidan boshlab teri osti qavati, teri osti yog' va to'liq mushak qavatlari bilan birga o'sha terining tagida qattiq chandiq paydo bo'ladi. Buni chandiqlashish bosqichi deb aytiladi. Bu fiziologiya hammasi, patologiya emas. Inson organizmida fiziologik kechadigan jarayonni men aytib o'tyapman va undan keyin 3-chi bosqich boshlanadi. U ham bo'lsa faza razmiksheni, ya'ni chandiqlashgan fazadan keyin o'sha chandiqlangan to'qima yumshalish bosqichi boshlanadi. Ya'ni qattiq chandiqlangan to'qima endi yumshalishni boshlaydi. Va bu yumshalish bosqichi yana 2 oy davom etadi. Bu 4-5 oyni qamrab olyapti. Va 6-oydan boshlab faza rassasini boshlanadi. Ya'ni yumshalgan to'qima dastlab chandiqlashadi, keyin yumshayadi, yumshaygandan keyin уже so'rilishni boshlaydi. Va bu so'rilish jarayoni demak 6 oydan 1 yilgacha davom etadi. Albatta bu organizm ham bilan bog'liq. Bu fiziologik jarayon kimgadir demak 8 oyda, kimgadir 10 oyda, kimgadir 1 yilgacha demak mana shu 4-bosqichi davom etadi. Bu fiziologik jarayon 1 yilda ushlab ko'rgan o'sha kesma joyimizda chandiqdan kesmadan keyingi qattiqlik umuman qolmaydi. Oddiy to'qima kabi yumshoq to'qimaga aylanadi. Endi chandiqlarning izlariga agar to'xtaladigan bo'lsak, biz bilamiz, chandiqlar 4 ta turga bo'linadi. Bu birinchisi normotrafik, ya'ni normada, me'yorida bitadi, deyarli izi bilinmaydi, malazametni bo'ladi. Bu birinchi turi. Ikkinchi turi gipertrafik, ya'ni gipertrofiyalashib, bo'rtib jarohatlar bitadi. Va 3-turi bu atrofik, ya'ni kesilgan va tikilgan joy cho'kib, atrofiyalashib bitadi. Va 4-si albatta bu keloidni, o'sha kesilgan joydan keloid chandiq o'sib chiqadi. Biz mana shu
amaliyotlarni boshlashdan oldin albatta bemorga, patsientga, sizga demak keloid chandig'iga moyillik bormi yo'qmi uni albatta oldindan diagnostika qilamiz. Ana undan so'ngra demak amaliyotga olinadi. Amaliyotga olingandan keyin chandiqni amaliyotdan keyingi mana shu reabilitatsiya jarayonida chandiqni ham parvarishiga alohida e'tibor qaratish zarur deb hisoblanadi. Chunki kesilgan jarohatga bu talab etiladi. Agar bunga rioya qilinmasa, albatta yo gipertrofik yoki atrofik chandiqni joylarini biz o'sha kuzatishimiz mumkin. Agar normada normotrofik ideal bilinmaydigan chandiq ko'rinishiga kelinishini agar istasangiz, bugungi zamonaviy tibbiyotda 21-asrda juda ko'plab usullari bor. Shulardan biri nivelirniy lazerniy shlifovka usullari. Demak, o'sha gipertrofiyalashgan chandiqni demak nivelirniy lazerniy shlifovka bilan yoki SO2 lazer bilan shlifovat qilib, teri bilan bir tekisda qilib, uni yumshatib, yo'qotadigan darajada keltiradigan bugungi usullari mavjud. Turli xildagi biorevitalizant preparatlar mavjud va plazma terapiyalar mavjud. Shuningdek, bir qator bugungi zamonaviy gel, mas, shuningdek plasterlar bugun demak ushbu chandiqlarni reabilitatsiyasi uchun foydalaniladi. Va bu foydalanilgan barcha usullar orqali siz chandig'ingizni umuman deyarli bilinmaydigan darajada olib keltirish imkoniyati bugungi tibbiyotda mavjud. Ushbu body lifting amaliyoti, ya'ni yuqori va pastki body lifting amaliyoti demak qachon amalga oshiriladi? Qachonki massivniy poteriya vesa, ya'ni vesi katta patsientlarimizda, ayollarimizda yoki erkaklarimizda birdaniga vesni demak kamayishi, o'zi sog'lom ozishi yoki bariatrik operatsiyalardan keyingi ozish yoki turli xildagi preparatlar, inyektsion ozishlardan keyingi demak massivniy poteriyadan keyin demak teri osti to'qimalarining osilishida albatta ushbu operatsiyalarga ko'rsatma bo'ladi. Biz bilamiz, ayollarda bu har bir tug'ruq jarayoni bir gormonalniy demak organizmdagi o'zgarishlarning hisobiga demak vaznning oshishi va kamayishi kuzatiladi va mana shu kolibaniya vesa, mana shu vesning o'ynashi albatta tanadagi to'liq teri va teri osti to'qimalarini, hatto ichki demak ko'krak qafasimiz hamda abdominal sohamizdagi ichki parenximatoz organlarimizni ham pitoziga olib keladi. Ana shunaqa paytlarda albatta bu demak yuqori va pastki body lifting amaliyotlariga ko'rsatma bor. Ushbu amaliyotlarni bajarish bugungi kunda estetik tibbiyot olamida, bugungi zamonaviy estetik tibbiyotda juda ham ommalashib boryapti. Chunki shu paytga qadar lipoabdominoplastika, liposaksiya, lipofilling amaliyotlari amalga oshirib kelingan bo'lsa, oxirgi 5 yilda estetik tibbiyot olamida yuqori va pastki body lifting amaliyoti juda ham ommalashib boryapti va bu amaliyotni kelajagi perspektivasi juda ham katta bo'lgani va bunga ehtiyoj juda ham ko'p bo'lganligi uchun ham ushbu amaliyot juda ham ko'p qilina boshlandi. Va bu amaliyotni bugungi kunda, shu kecha kunduzda demak mamlakatimizda, O'zbekistonda zamonaviy barcha standart va protokollarga mos holda amalga oshirishni agar xohlaydigan patsientlar bo'ladigan bo'lsa, albatta mana Renessans klinikasiga murojaat qilishingiz mumkin. Bugungi kunda Renessans klinikasida nafaqat demak mahalliy patsientlarimiz, qolaversa qo'shni davlatlarimizdan, chet ellardan, g'arb davlatlaridan, sharq davlatlaridan, Amerika Qo'shma Shtatlaridan, juda ko'plab davlatlardan ushbu amaliyotlarni istagida bo'lganlar kelib ushbu amaliyotni qilib xursand bo'lib chiqib ketishmoqda. Agar sizda ham shu kabi muammolar bo'ladigan bo'lsa, dastlab uy sharoitida test qilib, mana oynaga qarab, ikki yon demak biqinlardan terilarni ushlab turib, uni ko'tarib, qorin sohasidagi fartuglarni ushlab olib va orqa sohasidagi fartuglarni ushlab olib, o'zingiz test qilib ko'rib, sizga aynan lipoabdominoplastikami yoki liposaksiyami yoki nijniy body liftingmi yoki verxniy yuqori body liftingmi, qaysi amaliyot kerakligini o'zingiz qisqacha mana ma'lumotga ega bo'lib va to'g'ridan to'g'ri professional mutaxassislarga, professional klinikalarga murojaat qilishingiz mumkin.